Rivoyat qilinadiki, bir kuni Boyazid Bistomiy yo'lda ketayotsalar, orqalaridan bir yigitning ergashib kelayotganini sezib qoldilar. Orqalariga qaradilar, ko'rsalarkim, o'sha yigit Boyazidning iziga oyog'ini bosib kelayotgan edi. Boyazid unga qarab aytdilar: "Nima ish qilyapsan?" Yigit aytdi: "Men ham siz borgan yo'lga borsam kerak. Eski kiyimingizdan bir parcha beringkim, uning barakatidan men ham fayz topay." Shunda Boyazid aytdilarki: "Ey yigit, agar sen Boyazidning terisini kiysang ham senga foydasi yo'qdir. Toyinkim Boyazidning qilgan ishini qilmaguningcha." Hikoyamiz shundan iborat edi. Demak, qisqagina mulohazamizni aytadigan bo'lsak, agar sen birovga o'xshamoqchi bo'lsang, uni hurmat qilib, darajasini baland ko'rsang-u, u kabi bo'lmoqchi bo'lsang, albatta uning orqasidan yurish bilan emas, u o'qigan darslarni, u olgan ilmlarni, u bajargan yaxshi amallarni bajarish bilangina o'sha insonga o'xshashing mumkin. Har bir kishi ham kimgadir o'xshashni niyat qiladi. Biz ham o'zimizdan yuqori darajadagi ma'naviyatli kishilarga o'xshashga harakat qilishimiz, ko'p ilm olishimiz va o'sha olgan ilmimizga yarasha amal qilishga harakat qilishimiz lozim. Qolgan fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.